Assalomu alaykum, mehrli obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana mehrli, chiroyli ishlarimizdan biri tandirimiz. Yonlarida bir ajoyib o'zgacha uslubda 2 dona o'chog'imiz tushyapti. Tandirlarimiz mana shu burchakka o'rnadi. Ustiga zontilarni o'rnatamiz inshaalloh. Tandirlarimizni bir sutka mobaynida ko'mirni yoqib, mana endi o'tin yoqilyapti. Mana shu tomondan ko'rinishlarni ko'rsataylik. Mana shu yonlarida 2 dona o'chog'imiz. Bizda ish jarayoni qizg'in. Shu o'rtasidan kiradigan bo'lmoqda. Sizlar bizni kuzatishda davom etinglar.